Diqqat! Bozordan go'sht sotib olib, o'zi va bolasi iste'mol qilayotgan o'zbek fuqarolari tayyor turing. Hozirgina go'sht haqida shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda go'sht narxi yana qimmatlasha boshladi. Bunga logistikadagi muammolar sabab bo'lmoqdami? Oxirgi haftada 1 kilogramm mol go'shtining ulgurji minimal narxi 7% ga ko'tarildi. Bu ta'minot zanjiridagi uzilishlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Xususan, Rossiyaning bir qator hududlarida qoramollar orasida xavfli infeksiya tarqaldi. Natijada Qozog'iston hukumati ushbu mamlakatdan tirik chorva go'sht mahsulotlari, shuningdek, issiqlik ishlovi berilmagan ozuqa va yem qo'shimchalarini olib kirish hamda tranzit qilishni to'xtatdi. Bundan tashqari, Qobul va rasmiy Islomobod o'rtasidagi yuzaga kelgan ziddiyat fonida Pokistondan Afg'oniston orqali go'sht olib kelishda ham muammolar kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Oxirgi yillarda O'zbekistonda go'sht va go'sht mahsulotlari narxlarining qimmatlashganligi aholining kundalik xarajatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. Ayniqsa mol go'shti bahosining tez-tez o'zgarishi nafaqat iste'molchilar, balki oziq-ovqat xavfsizligi, inflyatsiya va agrosiyosat samaradorligi masalalarini ham kun tartibiga olib chiqdi. So'nggi haftalarda narxlar yana beqarorlasha boshladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligining qayd etishicha, 17 mart kuni eski Juva dehqon bozorida 1 kilogramm mol go'shtining ulgurji minimal narxi 70 ming so'mdan maksimal narx 105 ming so'mdan sotilgan. 24 mart holatiga ko'ra esa minimal narx 75 ming so'mgacha, maksimal narx 108 ming so'mgacha qimmatlashgan. Ya'ni bir hafta ichida mol go'shtining ulgurji minimal bahosi 7% ga, maksimal bahosi esa 208% ga oshgan. Rossiyaning bir qator hududlarida, xususan Sibirning Novosibirsk viloyati, Oltoy o'lkasi va Shimoliy Kavkaz mintaqasida qoramollar o'rtasida xavfli quturish va pastilyoz infeksiyasi tarqaldi. Buning oqibatida mamlakatning o'zida kasallangan mollar ommaviy tarzda izolyatsiya qilinib, yo'q qilinyapti. Ayrim hududlarda karantin joriy etilgan, sut va go'sht sotish taqiqlangan, kirish-chiqish cheklangan. Ushbu favqulodda vaziyat fonida Qozog'iston hukumati ham kasallik kirib kelish oldini olish uchun qat'iy choralar ko'ra boshladi. 2026-yil fevral oyidan boshlab bosqichma-bosqich joriy qilingan cheklovlar 19 martdan boshlab qat'iylashtirildi. Jumladan, Rossiyaning zararlangan hududlaridan tirik chorva go'sht mahsulotlari, shuningdek, issiqlik ishlovi berilmagan ozuqa va yem qo'shimchalarini olib kirish hamda Qozog'iston hududi orqali tranzit qilish vaqtincha to'xtatildi. Asosiy yo'lning yopilishi esa butun Markaziy Osiyo logistikasini o'zgartirib yubordi. Rossiyadan quruqlik orqali eksport qilinadigan xomashyo chorva va ozuqa oqimlarining to'xtashi mintaqadagi ichki taklifni qisqartirdi. Bu esa go'sht narxiga bosim o'tkazishni boshlagan bo'lishi mumkin. Epizodik vaziyatning yomonlashishi ortidan Qirg'iziston ham qo'shimcha veterinariya sanitariya choralarini joriy etdi. Mamlakatga chorva mollari olib kirish ustidan nazorat kuchaytirildi. O'zbekiston hukumati ham bu borada qanaqadir cheklovlar qo'llayotganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Mart oyida go'sht importining o'sishi sekinlashib, narxlar yanada oshgan bo'lishi mumkin. Bu yuqorida keltirilgan kasallik tarqalishi va transport koridori yopilishi sabab Rossiya va Belorusiyadan mahsulot yetkazib berishda uzilishlar kuzatilgani bilan bog'liq. Bundan tashqari, Qobul va rasmiy Islomobod o'rtasidagi yuzaga kelgan ziddiyat fonida Pokistondan Afg'oniston orqali go'sht kirib kelishida ham muammolar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda go'sht importi uchun bojxona bojining 0 stavkasi qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yilda suyakli mol go'shti 25% ga, suyakli mol go'shti 23.9% ga,
qo'y go'shti 26.8% ga qimmatlashdi. Oxirgi yillarda go'sht narxining qimmatlashishiga bir necha omillar majmuasi ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, chorva mollarini oziqlashtirish uchun ajratilgan yer maydonlari qoramollar soniga mutanosib emas. Oldin mavjud bo'lgan yaylovlar o'rni ekinzorlarga aylantirilib, nomunosiblik kengayib boryapti. Ya'ni fermer chorvalikni kengaytirishni istasa ham buning uchun unda yetarli yer maydoni mavjud emas. Ikkinchidan, go'shtning katta qismi odamlar tomonidan xonadonlarda yetishtiriladi. Bunda qo'shimcha daromad olish maqsadida yosh qoramollar chorvadorlardan sotib olinadi va semirtirilib sotiladi. Shirot va kunjara kabi mahsulotlar narxlarining tez o'zgaruvchanligi, yem-xashak uchun yer maydonlarining yetarli emasligini, makkajo'xori kabi ekinlarni ekishga qo'yilgan norasmiy cheklovlar chorva uchun oziq-ovqat narxlarini qimmatlashtiryapti, deyiladi xabarda.